Tarixda Said ibn Musayyib degan tobiy yashab o'tgan Madina shahrida hijriy 13, milodiy 642-yilda, ya'ni xalifa Hazrati Umar xalifaligining 2-yilida Madina shahrida tavallud topgan. Ana shu buyuk tobiin odatiy yumushlar bilan o'tirganda bir kuni bir guruh uning yaqinlari, birodarlar yugurib kelibdi. Ya'ni ularning yuzlarida xavotir bor edi, qo'rquv bor edi. Ular kelib Said ibn Musayyibga debdiki: "Ey Said, birodaring Ibrohim ibn Muhammad ibn Talxa vafot etdi. Birodaring Ibrohim ibn Muhammad ibn Talxa vafot etdi" deb bir necha bor xavotir bilan unga aytibdi. Bu gaplarni eshitgan Said ibn Musayyib: "Xo'sh, u qanday vafot etdi? Unga nima bo'ldi?" deb kelgan odamlarga savol berdi. Odamlar aytibdiki: "Birodaring o'zi yashab turgan uyni tagiga qolib ketdi. Ya'ni u yashab turgan uy qulab tushdi va u ana shu xarobalarning ostida qolib ketdi" debdi. Bu gaplarni eshitgan Said ibn Musayyib kelgan odamlarga aytibdiki: "Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Ibrohim bu holatda vafot etmaydi. Ibrohim aynan mana shunday holatda vafot etmaydi" deb bir necha bor takrorlabdi. Bu gapni eshitgandan so'ng haligi odamlar ortlariga qaytib yugurib ketishibdi va Ibrohim ibn Muhammad ibn Talxaning o'sha xaroba bo'lib yotgan uylarini titkilab, xarobalar ostidan Ibrohimni topibdi. Haqiqatan ham u vafot etmagan edi. Hatto tanasidan birorta ham lat yemagan, jarohat olmagan, soppa-sog' holatda xarobalar ostidan chiqib kelibdi. Bundan hayron bo'lgan haligi odamlar yana Said ibn Musayyibning huzuriga qaytib kelibdi va unga savol beribdi: "Ey Said ibn Musayyib, sen Ibrohim ibn Muhammad ibn Talxani vafot etmaganini qayerdan bilding? Ya'ni qanday ishonch bilan aytdingki, u bu holatda vafot etmaydi deb? Buning biror bir siri bormi?" degan savolni beribdi. Shunda Said ibn Musayyib aytibdiki: "Ibrohim ibn Muhammad ibn Talxa silay rahim inson. Alloh taolo esa silay rahim bo'lgan bandasini bu holatda, ya'ni xorlikda vafot ettirib qo'ymaydi. Silay rahim bo'lgan insonni Alloh xorlikda jonini olmaydi" deb javob bergan ekan. Bir qaraganda bu oddiy rivoyatdek ko'rinadi, lekin aslida undan olishimiz bo'lgan ibrat juda ham katta. Ya'ni birgina insonning silay rahim bo'lishi uni kutilmagan balolardan saqlashi, ya'ni silay rahim bo'lgan insonni Alloh taolo xorlikda vafot ettirilmasligini biz bu hikoyadan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari silay rahim insonni rahmdilligi sababli oladigan ajr mukofoti ham ko'pdir. Xullas, demoqchi bo'lganimiz, siz ham silay rahim bo'ling, ikki dunyoda ham najot topasiz. Salomat bo'ling.